Egilibroq salom bersin, peshanasi yerga tegsin. Qaynanaga salom beryapti, shuncha xarajat qilib olganman bu kelinda. Ana tarbiya, ana hurmat va kelinjon, qo'ying, ovora bo'lmang, belingiz og'riydi. Kelin salom davomini o'zim qilaman. Qo'shnilarga ha, pul o'lsin ha. Oyjoyimda yili kelishmoqchi ekan. kelaversin va poygaklarda o'tirib ketadi. Oyjoyimda yili kelishmoqchi ekan. Hay aylanay va kelsin, keladigan joyida. Podvaldan joy qilib qo'ying oyijon o'zimizga. Ha, o'zimizgami? Yo'q, podvalda emas, qo'shniga chiqib turamiz. Tuzi pastmi? Onangizga o'xshab? Ya yaxshi-ku ona. O'chil! Sen tuzni farqiga qayerdan borasan, xotinni farqiga bormagan. Tuzi pastmi? Bu yoqda faqat biz pastmiz. Hamma joy soch kelin. Ha, sochim to'kilyapti oyijon, yaxshi shampun topolmayapman. Unda kalga oldirib tashlang. Onangizga ketasizmi? Bitta sochim to'kilganga oyimga ketaman oyijon. Voy aylana, kelinjonim. Labi? Sochingiz to'kilibdi-da. Tushib qolganda, bilmay qolgansiz. Yaxshi shampun topolmayapman. O'shanga senga mana trichap olib keldim-ku, mana buni skakras soch to'kilishiga qarshi. Undan tashqari mana o'sma degani bor. Mana bu qazg'oga qarshi. Mana bu uzun sochli uchun sochlarni mustahkamlaydi. Eng muhimi bular sulfatsiz Hindiston mahsuloti, eslab qol, trichap. Soch rostdan kerak emasmi, kelin? Umid aka, men homiladorman. Men homiladorman. Ana pishagimiz ham homilador. Hech kimga hech narsa demay yuribdi. Umid aka, siz ota bo'lasiz. Voy kelinjonim, turmushingiz mo'jiza-ey. Siz qanaqa kelinsiz? Hech kim qilolmaydigan ishlar qilasiz. Buni nima Xitoycha keyin bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Men qoshiqda ol, sho'rvadan ich. Nima cho'p deyman? Suvini ichi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa ishlar yo'q. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb o'radi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ey kelin, qozonni ham tozalayapsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, o'n daqiqadan keyin sovuq suvda chayib olsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shu go'shtda pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman, sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding. Yangi kelin hayotida nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilsa? Supurolma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynaning hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, muruch qayerda? Ishtaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rani ham topolmayapman. Menimcha spalnida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, buncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Bildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yil 30-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a, mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartalda shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynanang oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab orasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oying ham bezlarcha yengilik yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering sani qayoqqa olib boradi?
Qarindoshlarinikiga o'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynaning bo'lsa qarindoshlariga sani kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Kelinchak, o kelinchak. Ha, kelinni qurti bor ekanda. Voy, uzr oyijon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylikchi buni. Oyijon, choy. Oling oyijon. Uzr. Oqiring bolaga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, likillamay o'ylab bor yo'q. Oyijon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Kakras korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekning miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikan? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, endi nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tugmani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r bozorlik qildik. Nimasini aytasiz, kelin? Ye, kelin. Ye, cher emas bu, qiziqishga bu. Ye, buni qimil. Ha, kelin, o'ynang, bozorlik qilamiz, keshbek olamiz, o'ynang, kelin, o'ynang. Oyi, meni yerga bermasangiz bo'lmaydi, yigitim kutib turmaydi. Voy o'g'lim, meni birinchi uzatib olaylik, mahalla qo'y nima deydi? Opa, teging unda. Etsa tegamanmi? Ezib yordilaring bor-ku. Opam g'irt o'g'il bola, kimdir sevib qolishi fantastika. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman. Birinchi makiyaj qilishni o'rgatdim. Bo'p qoldingmi? Ha? Salom. Keyin ovqat qilishni o'rgatishni boshladim. Qaynaning ko'zi teringni shunaqa archadi. Keyin didli kiyintirishga harakat qildim. Voy, ana bo'larkan-ku. Dilzorda. Opa, sirkka ishga kirmoqchimisan? Nimaga normallik-ku? Keyin bo'g'izlab uchrashuvga ham olib bordim. Tushundim, seni yerga tegish niyating yo'q ekan. Ketdik, opa. Yuvora zo'r ekan. Yo'q, ketdik. Saboqqa bering. Hey, endi men ham yerga tegaman. Rozi bo'ldi kuyov. Eng qiziq ishlashimga ham ruxsat berdi. Bir kun kelib shu gaplarni eshitishimni bilardim. Faqat shu telefonim sal pand beryapti-da. Sen yerga tegishing uchun o'zingga mos, o'zingga o'xshab sinovlarga chidamli telefon top beraman hozir. Mana Honor X9D sinovlarga chidamli. Tushib ketishdan chidamli. Uzoq muddatli batareya. Shu telefon mendan senga to'yini. Faqat sen erga teg, iltimos. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Vashshi sifatsiz necha pulga oluvdinglar buni? 75 ming nima edi? Kidir varishibdi. 15 ming metr. Xush kelibsizlar, kelinglar. Kelin mehmonlar. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. Nima qaryapsizlar? Menda hammasi original turetskiy. Voy, uzr. O'rganib qolmay xush kelibsizlar. Oyjon, oyimikiga 3 kunga borib keling. Yo, 1 kunga borasiz. Sizniki emas, meniki emas. O'rtasi 2 kun. 1 kun. Bor baraka 2 kun. Voy, boring keting. Rahmat. Shu oyoq kiyimim qisvatdi-da. Ovring, bu yana hali tashiydi. Voy, sizga nima? Voy, refleks bo'lib qo'yganda. Kelin, sizga yordamlashmoqchi edim. Kiyimimni alishtirib oling. Ha, bo'ldi, voy, almashtiring. Voy, boshqa xonani nazarda tutgandim. Voy, uzr. Odat. Zo'r turdimi? Ha, chotki, yaxshi kunlardiki. Klient jo'natyapman deb o'ylanma. Zebo, oq kiyimlarimni dabdalab chiqib ketyapti-da. Sen bozorda ishlaysan, qayerdan sotib olsam bo'ladi? Voy, yangi sotib olish shart emas. Tog'oradagi qaynoq suvga atiga 9 ming so'mlik bamidan 2 ta dona solib, kiyimlarni solib 10 minut ivitib chaytashsam bo'ldi, yengidek bo'ladi. Bering bu yoqqa. Kislorodli tozalovchi-ku, bavi mutlaqo Germaniya xom asyosidan ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi nomer 1 tozalovchi vosita. Voy, biram zo'r kelinsiz, bozorchi kelin, barakali kelin ekan. O'zizga o'xshagan qiz yo'qmi? Kenjamga kelin qilardim. Bor, bitta shunaqasidan o'zim radnoy singlim. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bu rostdan ham singdingizmi? O'xshamaydi, qop-qora bu. Endi men do'kon ichida savdo qilganman. Bu tashqarida quyoshda savdo qilgan. Necha qorayib ketgan.
oying dugonalariga gap qilib bersa nimalar bo'ladi? Butun umr uydan qidirgan, yeyishi orzu qilgan shokoladlaringni ko'rasan va ularni bir yilda bir marta kiriladigan mehmonxonaga olib kirasan. Oxirgi marta o'tgan yili yozda kirdim, ancha o'zgarib ketdi. Madonna deb maqtanadigan idishlari shu bo'lsa kerak-a? Ana dugonajonlari ham kelib oldi. Endi bularni sassiq oyoq kiyimlarini taxlash kerak. Ichkariga bitta kirsang, bitta ham gap tushunmaysan. Lekin bular bir-birini eshitib, tushunib ham tengma-teng gapiryapti. Dugonalar yig'ilsa nima ham bo'lardi? Albatta g'iybat. Bunaqa joyda tema bo'lishdan Xudoni o'zi asrasin. Shiyodagi qaysidir go'sht meni rizqim bo'lishi kerak edi o'zi. Eng qizig'i ovqat yeb turib ham jahtimmasdan g'iybat davom etdi. Idish tovolarni ham yuvish kerak. Zebo, men bilan ham yo'q qizim. Nima banan po'chog'i? O'z dasturxonda yegim kelgan bitta banan bordi, shuni ham yeb tashlashibdi. Bugun ishlab kiyimlaring dabdala bo'ladigan kun. Aytgancha, Bavi bor-ku. Rangi bo'g'ilgan oq kiyimlarni bir-biriga rangi o'tib ketgan kiyimlarni dog' tekkan yoki bo'yin qo'ltiq osti sarg'aygan kiyimlarni chaqaloqlarning kiyimlarini zo'r tozalaydi. Hammasiga bitta vosita, zararsiz, o'tkir hidsiz, eng muhimi mutlaqo xlorsiz. Ana top-toza bo'ldi. Urra, ketishdi. Endi mehmonxonaga hujumga degan chog'imda oyim bitta dugonasi bilan qaytib keldi-yu. Ular yeb ichguncha men gilamni gulini o'ynab tura qolaman. Chunki u paytda telefon bo'lmagan. Ye ketishdi. Endi yeb ichar. Nima esa bo'ladi? Qotib qolgan pryanik, arzon vafli, pechey qand, stolni to'ldirishga qo'yilganda bu shokoladda g'ishtan qilinganmi? Nima balo? Yana bitga. Kakrash turkunaki Adenor to'lari keladi. Ularga qo'yamiz. Pak. Yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib kelyapti. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Men senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogiron seningizni davolatish uchun adish shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keniye. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilaman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyjon, o'zingiz shunaqa zo'r ekan, qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun Urizorga boraman, yaxshi buchar. Ketaman. Men bunaqa mashayniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings. Yunusobod 16-kvartal ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlang'ich to'lov qilsa 2 oylik to'lov 5 million 700 ming ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Doktor aka kushabaqali. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Oy, Iskandar Buildings. Mers. Oyjon, sizlar sostavdagi точно bitta ko'r kelin kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa. Oyjon, xush kelibsiz ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Shirin qo'y, asal qo'y. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz o'sha. Yo'q, Tugadi ish vaqti ham. bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joy shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Qimirlagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rchan, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan bir faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anat kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysa, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysa, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bug'u suyibdi. Bug'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochni bug'u go'shimi? Uf, buncha kir, bularni kir moshinaga sol, parashok sol, ertaga yuvarman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qopti, hozir yub tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid, tez bor topga. Bor, tez. Oyjon, uri yegim kelyapti. Ko'ring. Qayerdan topsak ekan-a? Tezroq bo'ling, kelin egasi chiqib qolmasin.
Kelin, yuring do'kon aylanib kelamiz. Internetda zakaz qila qolaylik oyijon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Eraman, ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz, kelin. Ha, eng arzonini topmaguncha to'xtamaymiz. To'g'ri, ketdik patronga. Yo'lda qo'yliqqa ham kirib chiqaylik, karishga olardik bir qopgina. Kelin ujin qilamiz. Nastring ham yo'q oyijon, keyin yeyman. Kelin tez-tez sut o'chib qoladi. Ana olibdi. Белый снег сияет цветом черные глаза. Kelin sana qilmay, uxlab yotdi buning. Bu lunatik-ku, kechqurun tushida u ishlarni qilib chiqqan, shunga charchab qolgan. Tushida ish qilib chiqqan. Qo'rqmang, oyi. Tushiga skiryapsiz-da, shunga kelin salom qilyapti. Soat 2dami? Tushlasam ananas baqiryapti. Qattiq urishlar. Uzr oyijon, tushimda ananas tishlayotgandim. Avcharkammi nima balo? Endi nima qilyapti bu? Tushida kuchuklardan qochyapti. Tishlab olmasa bo'ldi ishqilib. Bugun tushiga nima kirdi? Tishimda bo'ri bo'lib qolma, qo'ylarni g'ajib yeb tashadi. Bolam, qo'yimizni bo'ri yeb ketibdi. Zebo, sen rostdan qo'ylarni g'ajibsan. Ehey! Mana baqiring. Baqir. Ha, bugun tushlariga uy ishlari kiribdimi deyman-da. Zo'ra. Kirlarni ham top-toza qilib yuvyapti. Mana shuni dog'ini ketkazolmadim. Nimada yuvyapti ekan, ha? Ha, bu Bavida yuvadi-da. Buchi Germaniya mahsuloti. Allergiya bermaydi. Xriyamchi boshi og'ritmaydi. Maza qilib ishlatingiz bo'ladi. Ushing. Mana qarang, qo'liga ham hech nima qilmagan. Zo'r ekan-da. Da. Oya, anu lunatik tomda yuribdi, qarang. Qo'liga shupurgini ber, bir yo'la tomni shupurib chiqsin. Rostda. Nimaga tomdan o'zingni tashlading? Shunda uchar sifirga topib oldim. Minib uchdim. U yog'ini eslolmayman. Shupurgini tomni shupursin deb berdim. Olib uchib ko'rishni qaydan bilay? Oyijon sizga shahardan kelin olib kelaman dedim-ku. Mana. Привет, mamul. Oy, o'zi yaxshi qiz lekin. Bo'pti. Bu satangchanga bitta imkon beramiz, borib ishlar qilsin-chi. Oy, spasibki. Rahmat. Gulda kelinda, kelinmisan, kelinda, ko'ryapsiz. Shok etmayapsizlarmi? Zaif, все хорошо-cha. Kelin ovqatga chiroyli narsa sopdi. Nima ekan bu bola, ha? Oy, sorry, bitta tirnog'im tushib qoldi. Tinchlik ona ne yig'layapsiz? O'g'lim, nechara kelinimni qara materialga pul yetmasdan yarmini tiktiribdi ekan, nog'alik kursini. Yo'q, men shunaqa kalta ekanman. O'g'lim, Ha? uyimizdagi oxirgi farishta ham ketib qoldi-yu. Kelin choyga nimadir salomidingiz? Oy, kiprigim tushib qoldi. U sizda tabiiy nimadir bormi? Uni qo'ying, uy zooparkka o'xshagan hamma hayvon bor. Ha, o'g'lim yaqinda yangisidan olib keldik-ku. Uy, qani? Mana! Qaysi gunohlarim uchun shunaqa kelin menga uchragan? Kulmang, cheksiz o'tib ketadi. To'g'ri. Hali shu kerak, kim cheksan? Endi elektronik Ha, bo'pti, kelin qilaman, amallading. Rahmat. Ovqatda jun nima qilyapti? Voy, qoshim tushib qopti. Siz satangchani bir tabiiy joying bor. Shoshmay tur. Seni o'g'limga tanishtirgan uychisim yo'q. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buningni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Mani hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosin berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Yumaloqcham, o'zi shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qayerdan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafa ham olib kelmabsiz-da, kelin. Bo'ldi, olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan, ha? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib yoribdi. Xotir olmaydi, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin,
Ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. U kattaroq go'sht yeyishni xohlaganda. Nafasingiz yana tushirsin. Nima qilyapsiz? Idishiyotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilish kerak, chit bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. Zo'rku. Eshitdingmi? Yugurmasdan bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim. Shunda adis andijonlik oyiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Buvim bilan turganman-da, o'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamiz-da, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. Shkan shkan bo'zi shavat amma xola ro'zi shavat shkan shkan. Qanday Buxoron to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha bo'ldi. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijillabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat, keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz, kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. O'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqatam oldim. Kelin kiyimizni almashtiring, bebiz mazalari yo'q ekan, ko'rib kelaylik. O'zinglar borasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Unga ham olib kelaman, haymi? Mosa o'siramasdan tez-tez kiyinish, akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itdek och. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang. Menga indekalik bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r, ayniqsa sovuqsiz ziravorlari ta'miga tam qo'shyaptim. Zebo, senga zo'r yangiligim bor, senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga Yo'lchivoy? Bu yurishimizda bora to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Yo'llar bizlarni